Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan Telegramning 12.0 versiyasini ko'rib chiqamiz. Bu versiya 2026-yil 5-fevral kuni chiqarilgan Android uchun versiyani ko'rib chiqamiz. Bu videoni ko'rganlaringdan keyin yangilash yoki yangilamaslik haqida o'ylashinglar mumkin. Chunki Telegramning ko'rinishi butunlay o'zgargan. Bu o'zgarish menga biroz noqulaylik tug'dirdi va bu noqulaylik tug'dirgan joyini ham sizlarga aytib o'taman. Sizlar esa yangilash yoki yangilamaslik haqida fikringizni kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Demak, biz ko'rib chiqamiz. Mana Telegramga kirganimizda butunlay boshqa ko'rinishda. Mana bu pastdagi menyu paydo bo'lgan, tepadagi menyu yo'qolgan, olib tashlangan, butunlay boshqa ko'rinishda. Menga aynan noqulaylik tug'dirgan joyi mana shu pastdagi menyu. Buni qayta tartiblash imkoniyati yo'q. Ya'ni profilni chap burchakka o'tkaza olmaysiz. Mana bu sozlamalarni ikkinchiga qo'yib, kontaktni uchinchiga qo'yib, shunaqa qilib tartiblay olmaysiz. Ya'ni bizda chat listlardagi kabi qayta tartiblash imkoniyati yo'q. Mana chat listlarda qayta tartiblash imkoniyati bor. Balki keyinchalik versiyalarda paydo bo'lishi mumkin. Shuningdek, yana o'zgarishlardan biri, buni birinchi marta yangilab kirgan odamlar biroz o'ylanishi mumkin. Avvalgi profillarimga qayerdan kiraman, qo'shimcha profillarimga qayerdan kiraman degan xayol o'tishi mumkin. Buning uchun biz profilni ustiga bosib turamiz va bu yerda nechta akkauntingiz bo'lsa hammasini ko'rsatadi. Qaysirini ustiga bossangiz shunga o'tadi. Shuningdek, bu yangilanishda dasturchilar uchun bot IP'lar o'zgargan, shuningdek web ilovalar uchun ham IP'lar o'zgargan. Endi Telegramda web ilovalar butun ekran rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, giroskop va yana bir qancha funksiyalar yaxshilangan. Bu Telegramning ichidagi o'yinlarni o'ynashda, shuningdek dasturlar yaratishda qulayliklar tug'diradi. Bu versiyada yana bu yerda bilib olishinglar kerak bo'lgan narsalar, yangi chat yoki yangi guruh yaratish uchun, yangi kanal yoki yangi guruh yaratish uchun mana bu yerda chatga o'tib, mana bu pastda turgan plyus belgisi bor tugmaga bosishinglar kerak bo'ladi. Bu yerda yangi guruh va yangi kanal yaratish mumkin. Mana bu kontaktga o'tganlaringda esa bunda imkoniyat yo'q. Ya'ni ko'pchilik kontaktga kirib olib, bu yerda kanal va guruh yaratish imkoniyati yo'qligini ko'radi va qayerdan izlashni bilmaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yangilanish biroz boshqacha. Noqulaylik tug'diryapti menga. Sizlarning fikringizni esa kommentariyada kutib qolaman.